Hammaga assalomu alaykum. Har doimgidek men Behruz Masharipov va do'stlar. Bu videoda men sizlarga yangi yo'nalish ko'rsatmoqchiman. Brainrot yo'nalishi. Kecha kechqurun men Telegram kanalimda chat o'tkazdim. Juda ham zo'r bo'ldi. Menimcha 1,5 soat atrofida qildim. Kecha soat 10larida bo'ldi menimcha. Soat 10da boshlanganmi? 8:30da boshlab 10da tugatganman. Odamlarda qancha savol bo'lsa, menimcha 150 ta savolga javob berdim. 150 chatda 150 ta savol bor edi menimcha. Shunaqa qilib, mana shu kanalda gaplashdik. Shunda men ertaga degandim, bitta zo'r yo'nalish ko'rsataman deb va'da bergandim. Mana bugun hozir videoni qilyapman. O'zim men kechgacha chiqaraman, yo obedga yo kechga chiqaraman degan, bugun obedda uxlab qolibman, bilmadim. Charchab shunga kech chiqyapti. Yo'nalish juda ham oddiy. Mana shunaqa yo'nalish, vobshe dahshat yo'nalish do'stlar. Osonligi darajasi vobshe eng bundan oson yo'nalish men ko'rmaganman. Har doimgidek o'sha oddiy Alien Dance, Serenhead yoki qanaqadir shunga o'xshash yo'nalishlarga o'xshagan yo'nalish. Ani green screenlar bilan ishlanadi, bo'ldi. Effektlar bilan. CapCut'da oddiy CapCut'da shunday bitta shablon yasaysizlar, bo'ldi. Polностью yetib ortadi o'sha shablonning o'zi. Boshida shablon qilib olishga bir 2 soat, 3 soat vaqtingiz ketadi yoki undan ham oz ketishi mumkin. Shablon qilib bo'lgandan keyin kuniga menimcha bitta video yasashga bor-ku, bir 5 minutdan ketmasa kerak. Короче, shu kanal 7000 ta obunachisi bor, 23 ta video. Bu kanal qachon boshlagan? 3 hafta oldin video qo'yishni boshlagan. Уже prosmotrlar qaralab, 572 ming ta prosmotr. 2 hafta oldin qo'yilgan video 172 ming ta prosmotr, 128 ming ta prosmotr, 79 ming ta prosmotr. Yo'nalish vobshe dahshat do'stlar. Prosta qilish kerak bo'ldi. Mana oddiy shu Alien Dance yo'nalishdagidek tipa mana portal chiqadi, portaldan rasm chiqadi. Mana bunaqa green screenlar, bu green screenlar men Telegram kanalimda bor. Qaranglar ko'rsataman. Telegram kanalimga kirasizlar, kuchukcha. Amerika pastda YouTube. Kirganingizdan keyin teparoqqa chiqsanglar, mana Brainrot EXR degan fayl bor. Mana shu fayl mana bu telefonchilar uchun kanalda tashab qo'yganman. Mana shu faylni ochsanglar, buni ichida ham bor yoki mana bu kanalda ham bor mana. Mana xuddi mana shu green screen mana shu videoda ishlatilyapti masalan mana. Xuddi shu green screenlarni sizlar mana shu kanaldan olsanglar bo'ladi. Men portal kerak bo'lsa, portal bor. Yoki bu portalimiz boshqacharog'i kerak bo'lsa, YouTube'ga portal green screen deb olsanglar tiqilib yopti portallar. Mana bu iShowSpeed'ni green screen'i, bu ham reaksiyasi masalan. Mana bu Magic Wand degan narsa masalan. Mana shu kerak bo'lsa, masalan, YouTube'ga kirasizlar. Magic Wand deb yozsanglar, Magic Wand green screen mana do'stlar. Magic Wand. Mana shunaqa nomlanadi, nomi mana chiqib kelibdi o'sha mana. Xohlagan birisini olib turib ishlataverasizlar bemalol. Ana shunaqa oddiy mana paqildoqlar otiladi, qanaqadir mana bu ko'k effekt chiqdi mana hozir o'rtada. Mana ko'k effekt CapCut'da bor. CapCut'da bor bu effekt. Keyin mana Collapse deb nomlanadi. Buni ham ko'rsataman. Collapse green screen mana. Mana, короче, Collapse. Ikkita piyozlar, men bitta piyozlar ekan. Mana короче, mana shularni olsanglar bo'ladi mana bemalol. Mana. Keyin yana nima bu yerda? Keyin mana it kulgani bor, keyin mana unaqa nima qo'lcha bosilgani bor. Mana qo'lcha bosilgan Telegram kanalimda ham bor. X'lar bor. Короче, Telegram kanalim orqali hammasini olsanglar bo'ladi. Keyin 1-2-3 deydi, mana bunaqa video chiqadi. Bu qaranglar, mana shu yerda effekt ketgan, qaranglar mana, ko'rdinglarmi? Bu effekt nimaga qo'ygan? O'zi g'alati bo'lgan, to'g'risi qaranglar, effekt. Videoni ko'rishga xalaqit beryapti effekt. G'alati, lekin shunaqa effektlar qo'ymasanglar YouTube videolaringga qayta ishlatilgan kontent monetizatsiya kelganda problemlar chiqish boshlashi mumkin yoki kimdir strike tashlashi mumkin. Shunga YouTube qoidalarida yozib qo'ygan, birovni videosini olsang ol, faqat to'liq men aytganday o'zgartirish kirit deb qo'ygan. Sizlar har xil effektlarni berib, green screenlarni qo'shib, o'zingizlar bir original fikr qilishinglar, bir ideya qilishinglar kerak. Birovlarning videosini olib turib. Shunday olib turib qo'yib yuborish kerak emasda. Mana shunaqa effekt qo'shgan O'zbekiston ham bor ekan. Mana bunaqa effekt qo'yganda masalan, to'g'rimi? Mana shu ham bir qo'shimcha. Mana bunaqa effektlar qo'ygan. Shunaqa qilib u CapCut'da tiqilib yopti. Bitta knopka bilan hal bo'ladi. Videoni belgilaysizlar, effektni qo'yasizlar, bo'ldi, tayyor.
Shunaqa montaj. Keyin ikkinchi kanalimiz 6600 ta obunachi bor, 23 ta video bor. Bu yerda ham proslov zo'r. 244 ming 8 kun oldin qo'yilgan video. 11 kun oldin 180 ming, 180, 137 ming. Bir oylik proslovlarni to'lig'ini ko'rsatmayapti. Примерно 1 million 400 ming prosmotr. Masalan, shu kanal ochilganiga, video qo'yish boshlaganiga 1 oy bo'lgan bo'lsa, 1 million 400 ming prosmotr. Bu prosmotrga примерно 1 minutlik videolar bo'lgani uchun, mana shu 1 minutlik videolar bo'lgani uchun kamroq pul to'laydi. 1 million 437 mingta bo'lsa, 37 mingtani ko'paytiradi. Mana shunaqa примерно 6 sent, 60 sent atrofida pul to'laydi. $1000 atrofi pul topadi kanal. $1000 atrofi. $860 11 millionga borib, 11 millionga boradi. Bemalol shunaqa qilib, oson, juda ham oson yo'nalish qaranglar. Kuniga bittadan video qo'yadi. Endi qaranglar, bitta narsa, masalan, qaysi vaqtda video qo'yishini ko'rmoqchisizlar, mana bunaqa BlackQuery degan programmalar bor, odamlar sotadi. Bu programmani olsa bo'ladi, narxi menimcha $39 edi. Uni agar to'g'ri topsam, botini tashlab qo'yaman, ruslarda olasizlar. $39 edi menimcha narxi, bilmadim. Mana shunaqa programma beradi, o'zi ключ beradi, ключ orqali kirasizlar. Buni mastaga tashlab berganim bilan ishlamaydi sizlarda. Ключ kerak baribir. Shunga buni tashlab bera olmayman. Agar tashlab bo'lganda men sizlarga $39 deb o'tib, shuni tashlab berardim hozir. Keyin masalan, mana shu kanalda ko'rmoqchisizlar, to'g'rimi? Mana shu programma sotib olsanglar, agar mana shunga kirasizlar, bu qulaydi. Masalan, grafik publikatsiya degan joyi bor mana. Grafik publikatsiyaga kirsanglar, soat nechalarda video qo'yib chiqib turaman. Bu har xil vaqtda qo'yarkan, brat qo'ygan. Mayli, короче, mana buni ko'raylikchi. Vaqtini analiz qilib bitta vaqt tanlab olasizlar o'zingizlar uchun. Vaqt uncha katta rol o'ynamaydi baribir. Просто konkurentlardan bitta ko'rasizlar, qaysi vaqtda qo'yibdi yoki vaqt topa olmasanglar, kanalga ham kirmayapti nimagadir. Stranitsa kanal ochmayapti. Masalan qaranglar. Ana Chromega kirsanglar, internet magazin Chrome degan joy bor. Magazin deb yozsanglar, ana internet magazin Chrome bor. Mana shu yerda upload time degan narsa bor-da. Do'stlar, kiramiz mana. Upload time degan programma bor, расширение bor. Shuni o'rnatasizlar. Ana bu yerga o'rnatiladi. Mana shuni bosib qo'yasizlar, keyin mana shunga kirasizlar. Masalan, liboy bitta videoni ko'rmoqchisizlar. Mana shu videoni 500 mingta prostor olgan ekan. Demak, to'g'ri vaqtda video qo'ygan deb hisoblaymiz. Shunday videoga kiramiz va mana shuni tugmani bitta bosamiz, qaranglar. Soat 21:13 da qo'ygan, 27-avgust kuni. GMT +5 degani bizning vaqtimiz. GMT +5 desa bizning vaqtimiz bo'ladi. Birovlarning vaqtini ko'rib yurmanglar. Mana bu time zona belgilasanglar bo'ladi. -12 lar bor. Sizlar mana shu yerdan GMT +5 deb belgilab qo'yasizlar. Короче, belgilab qo'yasizlar. +5 turadi. 21:13 da video qo'ygan bizning vaqt bilan. 21:13, demak 9 dan 10 minut o'tganda sizlar video qo'yishinglar bo'ladi bemalol. 21:13 qilib tashlashingiz shart emas. 21:10 da qo'yinglar bo'ldi. O'sha vaqtini bilib oldinglar nima qilish kerakligini. Bu kanal даже banneri yo'q. Mana bunaqa qanaqadir tung saxurda avatarkasi bor, bo'ldi. Mana bu yerga описаниesiga oddiy gaplarni yozib qo'ygan. Masalan, bu oddiy gaplarni yozish uchun ham uncha qiyin joyi yo'q umuman. Masalan, ana unga kirasizlar, ChatGPTga kirasizlar, просто tak ChatGPTga kirgandan keyin mana shuni kopiyalab olasizlar, birovning kanalini. Menga shunday qilib o'zimning kanalim uchun tavsif yozib ber. Ko'proq qilib masalan. Kanalning nomini qo'shib qo'ysalar bo'ladi. Kanalim nomi Behruz deb qo'ysalar. O'zi yasab beradi. Mana yozib o'zbekcha yozyapti. Ingliz tilida yoz deb yozamiz. ChatGPTdan maksimum foydalaninglar, juda ham zo'r narsa. Men o'zim ko'p foydalanaman. Mana shuni olib turasizlar, kanallarga tayyor. Juda ham chiroyli qilib berdim. Mana shu yerga qo'yasizlar, mana bunaqa nom topib olasizlar. Qandaydir men bunaqa kanal ochib qo'yganman.
Bu kanalda telefonimda bor. Hozir kiraman. Prosmotrlarni kirmadim. Menimcha 5 ta video yukladim do'stlar. Sizlarga buni hozir ko'rsata olmayman, chunki yangi kanal. Bu kanalimda bitta obunachi bo'libdi, yangi kanalda. Nechta video qo'yganman hozir aytaman. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta video qo'yibman. Men oxirgi qo'ygan, kecha qo'ygan videom 4 ta prosmotr olibdi. Eng qizig'i rekomendatsiyadan olgan prosmotrda. 4 ta video qo'yganman. Bittasi 4 ta prosmotr, ikkinchisi 0 ta prosmotr, uchinchisi 2 ta, to'rtinchisi 2 ta prosmotr. Normalmi bo'ladi. Ja 0 bo'lib turgani yo'q, yangi kanal bo'lsa ham. Короче, yuradigan yo'nalish просто tak gap qilib aytib ketayotganim yo'q, normal yo'nalish do'stlar. Keyinchalik men aytdim muammo bo'lmaydimi desanglar, bu ham tipa Alien Dance yoki ana shunga o'xshash yo'nalishlar, detektiv yo'nalish. Shuning uchun ham apellyatsiya bilan yonishi mumkin. Keyin montajda mana bunaqa masalan videolarni qayerdan olamiz deyishinglar mumkin, 4 talik. Men YouTube'ga kiraman, mana shu yerda tiqilib yotibman. Brainrot mana chiqaveradi. Mana shu bitta, ikkita, uchta, o'sha 4 ta. Mana shu 4 ta videoni qo'shib ulab orasizlar. Brainrotga taalluqli emas ekan boshqacharoq. Tip mana shunaqa videoda mana obnovление qilsanglar chiqaveradi mana yerda. Mana obnovление qilamiz, mana Ronaldo bilan turgan video chiqyapti, Messi bilan turgan video chiqyapti. Masalan, mana shularni olib turib ishlataverasizlar. Bemalol videolaringda. Просто tak ko'proq o'zgartirish kiritinglar. Tip buni egasi, mana shu videolarning egasi sizlarga strike tasha olmasligi uchun. Effektlarni qo'shinglar qanaqadir. Bunaqa yo'nalish do'stlar. Men aytganim super ekstra, mega oson yo'nalish. Keyin Telegram kanalimdan shu anonlarni olsanglar bo'ladi bemalol. Yana bitta tashlab qo'yaman. Telegramga post tashlayman. Yangi videorolik chiqdi, darslik chiqdi deyman. Mana shu silkani ham tashlab qo'yaman, shu kanalning silkasini. Green Scratch shu yerda bo'ladi baribir. Keyin do'stlar savolinglar bo'lsa, bemalol chatga yozsanglar, men qo'ldan kelgancha javob beraman. Ba'zan Telegramda jonli chat qilib turamiz. Yaro shunaqa do'stlar, hammaga rahmat, hammaga omad. Bugungi videomiz shu haqida edi. Yo'nalishda bosinglar, gazini bosish kerak, просто YouTube'dan soqqani qolish kerak.